Bugun Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, sohaviy boshqarmalar axborot xizmatlari rahbarlari hamda blogerlar ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari, ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etgan tadbirda Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati rahbari O'ktam Abdulqosimov aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va oqova suv tarmoqlarini tubdan yaxshilash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumot berdi. Qayd etildiki, 2025-yilda viloyat aholisini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi yil boshidagi 65,3% dan 67,5% ga yetkazilgan. Bu qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan keng ko'lamli qurilish, rekonstruksiya va modernizatsiya ishlarining amaliy samarasidir. Yilning o'tgan davrida barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 8 ta ichimlik suv inshooti, 484,2 km ichimlik suv tarmoqlari, bitta oqova suv inshooti hamda 12,3 km oqova suv tarmoqlari barpo etilgan. Shu bilan birga mavjud infratuzilmani barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida 56,3 km tarmoq va 194 ta nasos joriy hamda mukammal ta'mirdan chiqarilib, inshootlarga 83 ta zamonaviy energiya tejamkor nasos o'rnatilgan. Shimoliy suv ishlab chiqarish inshootimizga sekundiga 110 litr, sutkasiga 9600 kub suv aholiga yetkazib berilmoqda. Buning natijasida Shimoliy suv inshootidagi 8 ta suv quduqidagi nasoslar o'chirildi-da. Manguzar suv inshootiga keladigan bo'lsak, sekundiga 190 litr suv qabul qilyapmiz. Buning natijasida sutkasiga 16800 kub suv Termiz shahriga kirib kelyapti. Bu yerda 132 kilovatdan 4 ta sentrabej nasos ishlardi. 12 ta 13 ta suv quduqlar ishlardi. Bu hozir bizga 594 ming kilovat elektrga hisob qilishga erishilyapti. Qayd etilishicha, oqova suv tizimida 220,1 km kollektor va ichki tarmoqlar gidrodinamik usulda yuvilib, 8 ta nasos ta'mirlangan. Natijada 157 ta mahalladagi 65,396 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanib, 203 ta mahallada istiqomat qiluvchi 484,500 nafar aholining esa suv ta'minoti sifat jihatdan yaxshilangan. Tadbirda Majburiy ijro byurosi, Surxondaryo viloyat boshqarmasi katta inspektori Qobiljon Tursunov sudlarning ijro hujjatlari asosida ichimlik suvi ta'minoti korxonalari foydasiga undirilayotgan qarzdorliklar to'g'risida ma'lumot berdi. Matbuot anjumanida aynan suv ta'minoti foydasiga sud hujjatlari asosida qarzdorliklarni undirish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ham ma'lumot berib o'tdik. Ya'ni 2025-yil va bugungi kunga qadar 6000 taga yaqin ijro hujjatlari asosida 6.1 milliard so'm qarzdorlik amalda undirib olinishi ta'minlandi va suv ta'minoti korxonasi foydasiga yo'naltirishi erishilgan. Biz bu bilan aytmoqchimizki, o'sha qarzdorlar o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Hozirgi ayni kunda jarayonda qolayotgan 200 ga yaqin ijro hujjatlari bo'yicha majburiy ijro harakatlari davom ettirilmoqda. Ya'ni 200 ta qarzdorlarning 64 tasiga ish haqlari aniqlangan va ushbu qarzdorliklar ularning ish haqlariga qaratilgan va yuridik shaxslardan undirish lozim bo'lgan qarzdorliklar esa ularning bankdagi hisob raqamlariga va ko'chmas mulklariga taqiqlar qo'yilib, ijro harakatlari davom ettirilmoqda. Anjumanda ta'kidlanishicha, 2026-yilda 1016,3 km ichimlik suv quvurlari va 30 ta suv inshootini qurish hamda rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Natijada aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasini 68,8% ga yetkazish maqsad qilingan. Shuningdek, xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi yirik loyihalar doirasida Muzrabot tumani va ichimlik hamda oqova suv ta'minotini tubdan yaxshilash rejalashtirilgan. Ayniqsa, To'palang suv ombori mega loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar viloyat aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Matbuot anjumanida aksiyadorlik kompaniyasi viloyat filiali tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar va 2026-yildagi ustuvor vazifalar muhokama etildi. Ichimlik suvi ayniqsa Termiz shahri va barcha vohamizdagi tumanlardagi hududlarga mana To'palang tarmog'idan suv tortilib kelyapti. Termiz shahridagi 37 ta mahallaning mana bugungi kungacha 29 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga mana shu eng yumshoq va shirin suv yetib kelganligi va bundan aholi juda mamnun ekanligi. Eng muhimi, bu suvning endi qattiqlik darajasi 3,5 tur atrofida bo'lsa, oldin bu 2-3 barobar bo'lgan. Juda zanglab qolar edi suv anjomlari. Albatta bu suv sohasida ishlayotgan mutaxassislardan xalqimiz minnatdor va bugungi anjumanda ham mana shu masalalarga alohida urg'u berildi. O'ylaymanki, bunday
anjumanlarni biz tez o'tkazib turamiz. Matbuot anjumanida ichimlik va oqova suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, quvvatini oshirish, joriy yilda bajariladigan bunyodkorlik ishlari to'g'risida ham atroflicha fikr almashildi. Ishtirokchilarning taklif va tavsiyalari tinglanib, ularni qiziqtirgan savollarga javob berildi.